Mana shu mashina olaver, arzon qilib beraman. Yoki sizda qimmat ekan kreditga olaman. Masla deb ham sota olmayapsanmi? Sapu cho'tib bozor o'lyapti. Nimadir yengillik qilmasa bo'lmaydi. Ochiq olib ketamiz bunaqada. To'qim padit qilmagin, zo'r tema bor, yur. Bu temadan qo'rqmayman men. Ukam, Matizini bozor necha pul qildi? 2,5 ming. Men 3000 ga olib qolaman. Tushundingmi? Sen Sapu nimaga qimmat beryapsan? Men bu jentrani tanini 15 mingga hisoblab, через bank kredit qilib beramiz. Sami glavniy nomingizda qoladi. Sapu 12 mingga ham chiqasi bo'ladi. 15 mingga chiqib oldingmi? Jentra qimmat hisoblayapsizlar. Tanishi. Bu yoqqa o't. Kam bu yoqqa qara. Mashina masla. Qadimgi imperator bir gapi bo'lgan. Vazi, zizi, jentra, nihao shosho qo'yting. Uni tarjimasi nima? Tarjimasi to'yda ayolning obro'si tog'ora, erkakniki jentra. Olasanmi? Bo'ldi, qatga qo'l qo'y. Mashinani shuni kreditga chiqarib yubording. Pulni qanaqa yechamiz endi? Men bankda 15 mingni yechib oldim, qolganini bankka to'lab yuradi. Mashina zalogda-yu. Bo'lmasa olib qolgan eski mashinani nima qilamiz? Sen yana to'qim padit qolsanmi, unga ham zo'r tema bor. Sapu sen burgani ko'zini ko'rgansan. Hurmatli obunachilar, bunaqa yangilik hali O'zbekistonda bo'lmagan.